Do'stlar, hammaga salom. Bugungi navbatdagi obyektimizga, aynan termotraversin montaj qilayotgan obyektimizga keldik. Sizlarga bir qator tushunchasini, bu o'zi nima, bu o'zi qanaqa qilinadi, hamma yo'g'ini bir qator tushuntirib o'tamiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. To'liq ma'lumotini berib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, unda videomizni boshladik. Farhod aka, savollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Farhod aka, termotraversinni ko'pchilik so'rayotgani qanaqa devorlarga qilsa bo'ladi? Birinchi savol. Birinchi savol, ko'pchilikda bu ko'p savol qiynaydigan narsa bu hali sho'r bo'lib uyimni nimasi tushib ketdi. Rang teng qilganda deydi. Ashlarga bemalol javob beradigan narsa bu. Sho'r zaxga bo'laveradi. Bo'laveradi. Buni nimaga asoslanib aytyapsiz? Bunga penoplast sababmi yoki podvес sababmi? Bunga ikki tomonlama mana ish jarayonida ko'rasizlar hozir. Mana penoplast issiqligi. Utepleniya beradi. Utepleniya issiqlik beradi. Mana kafelniklarda ushaladi. Bunga yana dabashni qilib turib, mana yerda mana qoqilgan joylar ko'ryapsizlar mana. Bu pisatda dubl miqdor otgandek bo'lib, barqod hamma yoqda ushlaydi. Xolasa ham tushib ketmaydi, ha? O'zini yengilligini, o'zini holatini ham bemalol ko'taraveradi bu. Ham vesi ham yaxshi. Vesi ham yaxshi. Do'stlar, buni birga bir joyi chiqsa bir 20 kilo, 19 kilo chiqadigan narsa bu. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, termotraversinni 1 sm ga yaqini. Traversin toshi drabilkadan chiqarilib, oqsement bilan qayta quyilgan, hech qanaqa pigment hech narsa qo'shilmagan. Bu o'zini tabiiy rangi va o'zini tabiiy bleski bo'ladi. Orqasida esa 16-18 plotnisli penoplast. Bu oddiy bozorda sotiladigan penoplast emas. Bu yonadi deydi. Buni yoqsalaring ham yonmaydi, faqat erishi mumkin bo'lgan penoplast bu. Yangi texnologiya, Eronniki bo'ladi do'stlar. Do'stlar, termotraversinni xohlagan devorlaringga qilsalaring, ya'ni bo'lar ekan. Aynan shu kolonna, deraza eshik atroflari, tiyagalari ham komplekt holat o'zimizda bor do'stlar, yetkazib beriladi. Hozirda esa termotraversin disklar, kafel disklarni shunaqangi Lito deb nomlangan brend ostidagi kleylarimiz ham o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Mana ko'ryapsizlar, komplekt holatda yetkazilyapti do'stlar. Farhod aka, aynan shu Lito kleyni, kafelni kleyni nima farqini-yu katta qimmat brendlar bilan, masalan, o'zimiznikini maqtashimiz mumkin, birovniki yomonlashga haqqimiz yo'q-da. O'shuning uchun farqi katta qimmat brendli kafel kleylardan farqi. Litoni ishlatishda bir tomondan qulay tomoni bu cho'kib qolmaydi birinchi o'rinda. Cho'kib qolgani yo'q. Cho'kib qolgani yo'q. Cho'kkan yoki ishlashga rosa qulay. Keyin mayinligi zo'r. Mayinligi bu katta rol o'ynaydi. Katta rol o'ynaydi. Keyin ushlash, zichlash, hali nimada hamma yoqda javobiga, talabga javob beradigan narsa bo'lib qolgan. Eng afzalli tarafi, keyin bizda 20 kilo bas do'stlar, 25 kilo. Qaranglar, quyoshda turibdi. O'tirib qolgan yo'q, boshqa narsa qilgan yo'q, lekin devorga chiqib, o'sha yopishgandan keyin bunda o'zini shunaqa kimiyalari borki, o'zini ishini, ya'ni vazifasini bajarishni boshlaydi. Bu ham yana kafel kleyni qanaqadir zamonga moslab, to'g'rilab, yangicha texnologiyada ishlab chiqarilgan varianti. Ko'pchilikka tavsiya qilamiz, buni gidroizolyatsiya, boshqa kafel bosadigan joylarga ham ishlatsalaring bo'laveradi do'stlar. Do'stlar, termotraversinga qaytdik, termotraversinimiz afzalligini tushuntirdik, hamma yo'g'ini, qulayliklarini, aynan shu blesklarigacha tushuntirdik. Chekkalari fuga bo'ladi, ya'ni zatirka deydi kimdir fuga deydi. Endi asosiy qismi Farhod aka, buni narxi, termotraversinni o'zini narxi do'stlar 120 ming so'm. Buni narxini arzonroq qilishda ming xil yo'li bor, lekin biz buni qilmaymiz. Kimdir izvisnyak qo'shyapti, kimdir gips qo'shib yuboryapti tarkibiga. Bu o'zlaring uylaringga, davlat tashkilotiga yoki bir qanaqadir sexga qilsalaring ekan boshqa gap. Bu o'zini haqiqiy traversinni o'zini haqiqiy rangi, mana shu haqiqiy. Fransiya qo'shilsa, bu rang o'zgarib ketadi. 1 yilga bormay o'zgarib. Bunda mana misol ishlatgan bo'lsak, hali bir marta ham bir nima bo'lgan, jalba tushgan yo'q. Klientlardan pretenziya tushgan joyi yo'q. Buni bemalol karcher bilan ham yuvsalaring ham bo'laveradi. Qo'l bilan ham yuvsalaring bo'ladi. Faqatgina endi sim shotka bilan yuvormasalaring bo'ldi. Do'stlar, buni narxi 120 ming. Kafel kley hozirgi kunda kafel kleyi usta haqqisi, aynan shu mana yopishgan holati birga bir joyi necha pulga to'xtayapti Farhod aka? Hozir o'zimizda deylik, boshqa viloyatga chiqish emas, aynan o'zimizda. Aynan o'zimizda hozir mana 200-220 dan atrofiga boryapti. 200 ming bilan 220 mingdan atrofida do'stlar. Kafel kleyi billa aynan shunaqangi arzon kafel kley emas, Lito deb nomlangan kafel kleyimiz, termotraversinimiz va xizmat haqqisi bilan birgalikda.
hamma yo'g'i ichida hamma yo'g'i ichida shu holatda yopishishi 200 mingdan 220 minggacha boryapti do'stlar. Endi deraza eshik atrof tsiyagalari, kolonnalari bularni ham o'zimiz yetkazib beramiz, aynan Parklinkerdan chiqadi. Bu endi temasi boshqa deyiladi. Buni temasi boshqa, xizmat haqqisi ham boshqa do'stlar. Ko'pchilik hali 200-220 ming ichida hamma yo'q bor deb o'ylaydi. Buni hisob-kitob qilib beriladi. Alohida konduktorga qo'yiladi. Buni paganometri hisoblanadi. Buni qalin, yupqaligi, karnizi ko'rinishi, dizayni hamma yo'q hisobga olinadi do'stlar. Shu sabab bu ish tugagandan keyin oxirida qilinadigan ishlar do'stlar. Do'stlar, kimga shunaqangi termotraversing mahsulotlari, kafil kley yoki tsiyagalar, fasadni plitkalar chiqadi bizda, traversing chiqadi, emulsiya. Aynan shu fasad qismiga kerakli bo'ladigan har qanday bizda ya'ni ishlab chiqariladigan qurilish materiallar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.